to'y murosimi oxirlashgandan keyin yigit duduqlab turib qizga jamoatning azaldan davomlashib kelayotgan qoidasi bo'yicha bugun kech dal yarim kecha bo'lganda bir o'yinga qatnashish kerak ekanligini, qizning belgilangan o'yin qoidasi bo'yicha o'yinni tamomlab bo'lasizlar, ondan haqiqiy jamoat a'zosiga aylanganligini aytadi. Qiz xushallik bilan qo'shiladi. Ular tezla o'yin o'ynash o'rniga keladi. Qizchaq bir qartini tortishi bilan udulda o'tirgan hammasi aldirab nima qart ekanligini so'raydi. Qiz mukimikilang deb javob berdi. Buni anglagan yigitning chiroyi tatirib ketadi. Qiyni otasi qizga o'yin qoidasini tushundirdi. O'yin qoidasi oson bo'lib, qiz kuzatish apparati etib etilgan ahvol ostida o'yining xohlagan yeriga tong otquchi mo'katdi. Ular topolmaslar qiz yengan hisoblanadi. Qizga o'yin qiziqarliq bilinib, mo'kayotgan mush paytda ostida dahshatli tayyorliklar bo'layotdi. Aslida bu bir qarg'ishga uchirgan jamoat bo'lib, tong etishdan burun yangi kelinni o'yin qoidasi bo'yicha izlab tepib o'ltirmasa, aksicha butun jamoat a'zolari o'lib ketadi. Film vaqaliki bak payz ko'rib bo'lib, Raurus buxodan chiqsiz.